Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Mana hozir bugun Do'rmonda turibmiz. Toshkentimizdagi eng zo'r joylardan bittasi. Bu yerda hozir uchastka sotilyapti. 7 sotikli, uchirimli yaxshi bir uchastkamizga kelganmiz. Bu uchastkamizning eng zo'r tomoni mana shu masjidga ro'para qaragan uyimiz bo'ladi. Bu uyimizni egalari aytishi bo'yicha xudo xolasa bir yaxshi, insofli, iymonli insonlar bo'lsa sotib baraka qilamiz deb turishibdi. Xudo xolasa sizga ham nasib qiladi degan umiddamiz. Bitta layk qizartirib qo'ysanglar, xuddi shunaqa zo'r joylardan sizlarga ham masjidlarning yonginasidan uylar nasib qilib qoladi degan umiddamiz. Qani ketdik o'rtoqlar. Bu yerda mana uyimizning kirish qismi bo'ladi. Darvozaxona, ikkita darvozaxonamiz bor. Bu yerdan ham mashinalarni olib kirib, ikkita parkovkamiz bor, joylashtirib bemalol yashasanglar bo'ladi. Bu yerda mana eshigimiz, mehmonlarni kutib oladigan eshigimiz bo'ladi. Va uyimizni ko'rsanglar bo'ladi. Bu mana darvozaxonamiz. Darvozaxonamizning o'ng tomonida mana kacheylar qo'yilgan, karavatlari bor. Bu yerda mana mashina uchun parkovkalar bor. Suv ketishi uchun sentralniy kanalizatsiyalar qilingan, umuvanniylar qo'yilgan. Zinalarimiz yaxshi mramordan qilingan. Va e'tibor berasizlar, uyimizni ko'rki Markiz. Qora Markizni ham uyi bor bu yerda. Xo'p, qani ketdik, davom etamiz. Bu yerda mana chap qo'ldagi darvozaxonamiz bo'ladi. Bu yerda ham mana garajlari bor. Mashinalarni bemalol olib kirib, joylashtirib, zaryadkalarga qo'yib ishlataversanglar bo'ladi. Xonadonimiz juda ham ko'rkam, juda ham nima deydi? Keng xonadon ekan, menga juda ham yoqdi. Mana o'zini ziloniy zonalari bor, e'tibor bersanglar bo'ladi. Bu yerda mana kladovkalar qilingan alohida. Bu yerga hamma o'sha uydagi kerak emas, ortiqcha narsalarni ham joylashtirsanglar bo'ladi. Kattagina qilib, alohida qilib kladovka qilingan. Bu yerda bo'lsa mana dodam aytishlari bo'yicha bu yoqqa xohlasanglar basseyn qo'ysanglar ham bo'ladi. Basseynni qurib, bemalol basseyn shinavandalari bo'ladi. Shunaqa o'zini yozda cho'milib maza qilaman degan insonlar bo'lsa, o'ziga basseyn ham qurib olsa bo'ladi. Nariyoqda bizani o'zimizni tashqarida sanuzulimiz bor. Bu yerda bo'lsa ustaxona. Ya'ni masterskaya qilib qo'yibdilar o'g'illari. Aytishlari bo'yicha bu yerda masterskaya agar kerak emas bo'lsa, buni ham olib chiqib tashlaymiz deyishdi. Agar kerak qovursin deyishsa, qovuradi deyishdi. Ichkari sal qorong'i ekan. Uyimizga generator ham o'rnatilgan, shumkalari bilan qilib qo'yilgan, ovozlari ham chiqmaydi xudo xolasa. Mabodo svetlar o'chib qolsa, o'sha generator taqqa yoqib bemalol uyimizni yorishtirib o'tiraveramiz. Bu yerda mana bizning podval qismimiz, podval qismimiz juda ham chiroyli ekan. Aytishlari bo'yicha va ichkarida hozir ko'ramiz kirib. Aziz o'rtoqlar, mana bu podval qismimiz bo'ladi. Podval qismimizni mana bu yerda santexnika sistemalari hammasi shu yerda joylashtirilgan. Kotyol, matyol, sistema hammasi shu yerda bo'ladi. Eng yaxshi sifatli texnikalardan ishlatganman deyishdi. Haqiqatda eng yaxshi sifatli texnikalar ekan. Bu yerda bo'lsa plan bo'yicha lounge zona qilingan ekan. Bu yerda dam oladigan, mehmonlar kelsa o'tiriladigan xona qilingan, lekin hozircha bu yerda mana kerak emas buyumlarni joylashtirib qo'yishgan. Agar siz sotib oladigan bo'lsangiz, bu yerda bemalol bar qilib, mamyolarga tennisni stol, bilyardni stol qo'yib, bemalol maza qilib tanishlar bilan, o'rtoqlar bilan, ulfatlar bilan, yaqinlar bilan ko'ngil yozib o'tiradigan joy bo'ladi. Bu yerda bo'lsa juda ham zo'r xona topib oldim men. Ko'p xonadonlarda kuzataman, katta-katta uy qurishadi, lekin bunaqa narsa qilib qo'yishmaydi, podvoli chang bosib, bekor yotgan bo'ladi. O'sha narsani zo'r qilib bu yoqqa qilib qo'ygan ekanlar, dodam o'zlari. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana o'rtoqlar bu yerga qanaqa plasatka qilib qo'yishgan. Shinamligini qaranglar, shunaqa chiroyli o'yinchoqlar qo'yib, bolalarimizga o'yingoh qilib qo'yilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Mazza qilib bu yerda yosh bolalarimizni tushirib yuborsak, ko'chada o'ynab yurgandan ko'ra changda mashta mazza qilib o'ynab chiqib ketishadi.